kanalimizda qo'shiladigan yangi Mumiya kostyumi haqida gaplashib o'tamiz. Mana ekranimizda ko'rishingiz mumkin. Shunaqa ko'rinishdagi lednikli Mumiya Ultimate seti 3.9 versiyamizda yangi skin bo'lib qo'shilar ekan. Muzli effektlar tanasini chekkilaridan chiqib turadi. Mumiyani o'sha rattalari ham mana hilpiradigan joylarida hilpirar ekan. Mana bu o'sha o'g'il bola va qiz bola personajdagi ko'rinishlari. Plus olovli mumiyamiz ham bor. Kosmetik mumiyamiz ham bor, oq mumiyamiz, sariq mumiyamiz, xullas hamma mumiya qaytar ekan. Mana shu muzli mumiya ham qo'shilar ekan. Ularga bonus sifatida yangi Uzili kuchaytiriladigan mumiya skini ham qo'shilar ekan. Mana bu esa mumiyamizning birinchi leveldagi ko'rinishi o'ta go'zal. O'sha Uzida ichlari nur taralib turadi va to'liq o'sha mumiyani lattasi bilan o'ralgan. Chiroyli birinchi levelning o'zi ham go'zal ishlangan. Ikkinchi leveldagi tutuni ham noodatiy, qanaqadir lattalar bilan chiqqan, lekin uncha tushunarsiz. Menimcha hali to'liq ishlab chiqarishmagan. Mana bu esa 3-leveldagi ko'rinishi. Mana o'zi hamma yo'g'i lava bo'lib nurlari chiqib turadi va qanaqadir zanjirlar ham paydo bo'lib qolgan. Mana bu esa kilchati. Kilchati ham prosta bomba, mana olovli ajoyib kilchat. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu esa dushmanga tegsa chiqadigan effekti. Effekti ham chiroyli olovli. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu esa finalning ko'rinishi. Mana buni Uzi desa bo'ladi. Wow. Chiroyliligini qaranglar. Qo'lingizda ham yonib olov bo'lib turadi va ko'rinishi ham prosta bomba. Zanjirlar bilan, mumiyani lattalari bilan hamma yo'q to'lib ketgan. Mana bu esa shu maxsus emotsiyasining ko'rinishi. Hali uni ustida menimcha yana ishlashsa kerak. Keyingisi qo'lga olish effekti. Uzi kichkina bo'lgani uchun effekti ham kichkina, lekin olov bilan mana chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Mana bu esa yashik. Yashigi ham gap bo'lishi mumkin emas. Dizayniga zo'r e'tibor qaratishibdi. Xullas, yangi Ultimate mumiyamiz va yangi Uzi skinimiz shundan iborat. U bilan birga o'sha eski barcha Ultimate mumiyalar, Mifitskiy mumiyalar va katta ehtimol bilan M416 mumiya skini ham birgalikda qaytadi. Katta ehtimol bilan avgust oyida qaytadi. O'shanda akkauntingizga shu skinlarni tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Men esa albatta open case video chiqaraman. Qani yangi skinlar sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni